Oltin O'rda va Amir Temur. Batuxonning 1241-yildagi yurishlari natijasida nihoyat Jo'ja ulusi shakllanadi. Uni rus yilnomalarida Oltin O'rda deb nomlashadi. Oltin Botu imperiyasining rangi edi va uning barcha saroylari oltin bilan bezatilgan edi. Shu sababli bu nom kelib chiqqan. Oltin O'rda Bulg'oriyani o'z mintaqasi bilan birlashtirgan. Shimolda chegara Rus knyazliklaridan o'tadi. Janubda Qrim qirg'oq shaharlari, Kavkazda Kavkaz tog' tizmasi va Darband, ba'zan Bokudan, sharqiy chegaralar G'arbiy Sibir va Sirdaryoning quyi qismidan, Xorazm va Urganch shahridan, g'arbdan Dnestr daryosi va uning atroflaridan o'tgan. Saroy Quyi Volga Oltin O'rda markazi sifatida tanlangan. Uning sharqiy qirg'og'ida poytaxt saroy tashkil etilgan. U xonlarning vaqtincha yashash joyiga aylangan. Bu joy bejiz tanlanmagan. Bu yerda keng yaylovlar, donga boy maydonlar va savdo yo'llari joylashgan. Ushbu yo'llarning eng muhimlari Volga bo'ylab parallel ravishda o'tib, Xitoy, Yevropa va Hindiston o'rtasidagi qit'alararo magistral bilan bog'langan. Misrlik mamluklar tufayli Suriyadagi joylaridan mahrum bo'lgan g'arb savdogarlari Qora dengiz sohilida o'zlarining hududlarini yaratish imkoniyatidan foydalanishdi. Venetsiyalik va genuyalik savdogarlar Qrimning sharqiy qirg'oqlari bo'ylab va Tandagi Don daryosi bo'yida savdo koloniyalarini tashkil qildilar. Bu esa Xitoydan Volga orqali shimoliy karvon yo'lining g'arbiy nuqtasi sifatida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Oltin O'rda xonlarining barchasi savdo-sotiqqa homiylik qilib, unga davlat boyligining asosiy manbasi sifatida qaraganlar. Batuxon, uning ukasi Berke va ayniqsa O'zbekxon Oltin O'rda mulklari bo'ylab yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash va ushbu yo'l bo'ylab savdo qilayotgan savdogarlarga har tomonlama yordam berish uchun eng qat'iy choralarni ko'rdi. Tan bozorlarida don, tuz, sharob, pishloq, ipak, hind ziravorlari savdosi avjida bo'lgan. Shuningdek, tatar va rus bolalari qullikka sotilgan. 1359-yildan keyin Oltin O'rdada feodal tartibsizliklar boshlandi. 20 yil davomida Volganing o'ng qirg'og'ini vaqtincha egallab turgan Mamayni hisobga olmaganda 25 ta xon almashtirildi. Saroy taxtida o'tirgan xonlarning aksariyati ba'zan 1 yildan kamroq vaqt ichida hukmronlik qilgan. Ular asosan Jo'ja ulusi